Sabr qiluvchi bandaga ajr hisobsiz beriladi. Mana shu issiqda ilm olishga sabr qilib o'tirgan bandaga ajr hisobsiz beriladi. Inshaalloh umid katta Allohdan. Noumid shayton. La taqnatu min rahmatillah deydi mana shu surada. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Hech qachon noumid bo'lmang. Qancha katta gunohingiz bo'lsa, undan da katta Robbingiz bor sizda deydi. Bu gunoh qilishga yo'l ochish emas bu. Oldin qilingan gunohlarni Alloh kechirib yuboradi demoqchi. Nima degani bu akalar? Ajr hisobsiz beriladi degani Alloh taolo jannatga olib kiradi bandani, sabr qilgan bandani, Alloh uchun sabr qilgan bandani, ilm yo'lida sabr qilgan bandani, qiyinchilik yo'lida, musibat yo'lida odamlarning gapiga sabr qilgan bandani, har qanday tuhmatlarga sabr qilgan bandani, har qanday yomonliklarga sabr qilgan bandani Alloh taolo jannatga olib kiradida, rozi bo'lmaguncha ne'mat beraveradi. Va yana deydi, bu beg'oyri hisob, hisobsiz degani hamma banda hisob kitob bilan o'tadi. Hamma banda. Lekin u sabr qilib, Alloh yo'lida sabr qilgan bandani hisobsiz jannatga bo'ladi deydi. Shundoq kirgizib yuboradi, hisob kitob bo'lmaydi ularga.